Assalomu alaykum hurmatli asalarichilar. Mana yana atvodkalar olib kelingan joyga yetib keldim. Kechagi qafasga qamalgan matkalarni endi bugun qo'yib yuborishimiz kerak. Mana 1 sutka bo'ldi. Xo'p, kechagi videoning davomi sifatida yana videoning ikkinchi qismini olmoqchi bo'ldim. Endi kechagi natijasini agar yaxshi bo'lsa, hammaga qiziq bo'ladigan bo'lsa, yana video qilib joylab ketaman. Hozir matga qamalgan ramkani olib olaman. Mana men o'sha ramkani olib oldim. Ona qamalgan ramka. Endi onani qo'yib yuboramiz, ozodlikka chiqaramiz. 1 kunlik qamoqdan keyin setkaga o'tyapti. Tush pastga. Tush. Mana aqlli matka. Mana keyingi oylamizni ochamiz. Mana keyingi ramkamizni ham topib oldim. Endi buni ham matkasini qo'yib yuboraman. Mana matkamiz. Matka bilan aloqani boshlashdi mana. Mana keyingi matkamizga navbat keldi. Matkamiz ham ochiq joy, ko'pgina joyga tuxum qo'yib tashlabdi. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, juda ko'p qismiga, o'sha qafasni qamalgan joyning ko'p qismiga tuxum qo'yib qo'yibdi. Shunaqa qilib hozir hamma matkani qo'yib yuboraman, keyin oxirida bir qator hammasini qo'yib yuborib chiqqanimcha o'zi bir yarim soat vaqt o'tsa, keyin boshidan boshlab yana bir qator matkalarni bir tekshirib qo'yaman. Bitta yarimtasi mabodo qabul qilmasa, yana qafasga qamalib qolinishi mumkin. Shunaqa qilib davom etamiz. Xo'p, hurmatli asalari ishqibozlari, mana xo'p, matkalarimni mana bir boshidan boshlab hammasini ochib chiqdim-da bu tarafga qarata. Keyin yana boshidan boshlab bir qator tekshirib chiqdim mana bu tarafidan. Mana shu ko'k yashikda bitta matkani qabul qilmabdi. Qolgani mana Xudo xolasa hammasi yaxshi yuribdi. Matkaga ortiqcha hech narsa qilishgani yo'q. Mana matkamiz xotirjam o'zini oilasida yurgandek yuribdi. Xo'p, hurmatli asalarichilar, mana juda ham qiziq holatga to'g'ri keldim. Mana shu ramkamizni bu chekasida tortilgan g'umbaylar qolib ketgan ekan. Hozir qidirganimda matkani shu birpasda o'sha oila qabul qilgan, uncha-muncha qolgan g'umbaylarni qirqishga harakatini boshlabdi matka. Mana hozir o'sha burchakda g'umbayda titib yurgan matka mana o'rtaga o'tib oldi. Mana xotirjam yuribdi. Ko'z tegmasin. Alloh barakotli qilsin. Juda ham go'zal. Karnika Zinger F1. Mana hurmatli asalarichilar, matkamiz mana yuribdi. Oilaning ichida hozir yaxshi ko'rinmay qoldi. Mana bu matkamiz ham juda yaxshi yuribdi. Mana aylar bilan matka bilan tanishuv jarayoni davom etyapti.